Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bemorimiz 17 yosh, bundan 6 oy oldin qiynalib nafas olishiga, ya'ni burun bitishiga va ikkala quloqda eshik pasayishi shikoyat keluvdilar. Tekshirib ko'rilgan ikkala quloq pardasi eshikligi va burun to'si keskin qiyshagani aniqlangan. Biz bitta etapda burun to'sig'ini to'g'irlash va chap tomonlama endoskopik timpanoplastika, ya'ni parda butun tiklash operatsiyasini bajarganmiz. Hozir qayta ko'rikka keldilar, bitta ko'ramiz. Burundan boshlaymiz. Burun to'si idealni qo'yishlar mumkin. Men tomog'igacha checha temasdan kamerani qirib olaman. Judayam zo'r. Отлично. Va ikkinchi tarafini mana bu yog'i ham idealni turibdi. Quloq operatsiya bo'lgan tarafini bitta ko'ramiz. Operatsiya quloq ichidan, orqadan kesmasdan quloq ichidan qilingan, bajarilgan va mana pardani holati ko'rishlar mumkin. Mana katta parda, o'rtasida katta defekti bor edi. Parda butun tiklangan, qon tomiri o'sgan, ideal holatda turibdi. O'zlari ham juda ham yaxshiman, zo'r eshitib olman deyaptilar. Endi gapirmayman dedilar, o'shani gapirtirmaymiz o'zlarini, faqat